Qadrdonlar, Olmazor tumani Oxiboboyevda 2 sotuvga qurilgan tayyor Yevroremont mebel texnikalari bilan kirasizlar shuni yashaydigan xonadonimizni bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxini taxmin qilib turinglar. Uyimizni ko'rgandan keyin oxirida aytib o'tamiz. Shilamgina uyimizga kirib olar ekanmiz. Bitta mashina uchun joy, chap tomonda tapchani zona qilsanglar bo'ladi va yashil zonasini ko'ramiz. Kichkinagina bu tomondan podvalga tushamiz. Kotelni semenni podvalda joylashgan. Uyimiz 2 qism asosiy binoga bo'lingan. Birinchi bo'lib chap tomonni ko'ramiz. Koridordan kirganimizda sanuzelni ko'ramiz va uni yonginasida ota-onalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli nurli tushib turibdi va uni ro'parasida bo'lsa, uyimizning kattagina zalini ko'rishingiz mumkin. Remontlarga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Mebel texnikalari hammasi aytganimizdek qoladi. Uyimizning ikkinchi bino qismiga kirib oldik. Koridordan o'ng tomonimizda oshxonani ko'ramiz. Mebel texnikalari qilib qo'yilgan. Bu yoqdan bo'lsa umumiy sanuzelimiz, yon tomonida bolalar xonasini ko'ramiz. Uni ro'parasida ota-onalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizga $125,000 so'rashyapti. Yana chiroyli narxdan o't berishar ekan. Lokatsiya Telegram kanalida video opsiyalar nomerlarini qoldiramiz.